Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga O'zbekiston terma jamoasining Niderlandiyaga qarshi uchrashuvdagi tarkibi va ushbu uchrashuvdagi qilingan xatolar hamda o'yin tahlilini sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta, agarda video sizga yoqsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz videoni boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi kecha Toshkent vaqti bilan 23:40 larda boshlangan uchrashuvda Niderlandiya terma jamoasi bilan bahs olib bordi. Birinchi bo'limda terma jamoamiz tarkibida hujumda Eldor Shomurodov, qanotlarda Oston O'runov hamda Abbosbek Fayzullayev maydonga tushdi. Markazda esa Akmal Mazgavoy hamda Otabek Shukurov markaziy yarim himoyada o'ynadi. Undan tashqari ikki qanotda Sayfiyev hamda Nasrullayev o'ynadi. Himoyada 3 ta himoyachi bilan o'ynadik. O'rozov, Husanov hamda Ashurmatov kabi himoyachilarimiz 3 ta markaziy himoyachi rolini o'ynab berishdi. Ushbu uchrashuvda birinchi bo'limda O'zbekiston terma jamoasi nisbatan Gollandiyaga qarshi yaxshi tayyorgarlik, yaxshi o'yinlarni olib bordi. Ya'ni hujumlarni ketma-ket Gollandiya bilan bir xil tempda o'ynadi. Hujumlar, ya'ni bir Gollandiya qilsa, bir O'zbekiston hujum qilayotgan vaziyatlarni guvohi bo'ldik. Ammo vaziyatlardan foydalanish bo'yicha O'zbekiston terma jamoasida yana ishlash kerakligi bilinib turibdi. Gollandiya terma jamoasi esa o'zining golini penalti orqali kiritdi. Birinchi bo'limda O'zbekiston terma jamoasi hisobni tenglashtirishga oxirgi daqiqalarda harakat qildi. Abbosbek Fayzullayev vaziyatlar yaratdi bir necha bor. Uchrashuvda aytishim mumkinki, Abbosbek Fayzullayev hamda Eldor Shomurodov alohida ajralib turdi. Endi boshqa o'yinchilarimizda esa o'yin chiqishi juda ham qiyin kechdi. Qandaydir xatolar, qo'rquv kuzatilgandek tuyuldi. Ammo baribir O'zbekiston terma jamoasi yaxshi o'yin ko'rsatdi nisbatan boshqa komandalarga qaraganda. Buni Fabio Cannavaroning o'zi ham o'yindan keyingi intervyusida ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston terma jamoasining keyingi uchrashuvi endi Jahon chempionatida Kolumbiyaga qarshi bo'ladi. Ikkinchi bo'lim haqida to'xtaladigan bo'lsak, ikkinchi bo'limda O'zbekiston terma jamoasida ko'plab o'zgarishlar kuzatildi. Ya'ni hujumga Sergeyev Eldor Shomurodovning o'rniga maydonga tushgan bo'lsa, Jamshid Iskanderov maydonga tushdi Fayzullayevning o'rniga. Yana bir necha o'zgarishlar qilindi. Aytish mumkinki, O'zbekiston terma jamoasining o'yinida ham Jamshid Iskanderov tushganidan keyin birdaniga o'zgarish kuzatildi. Ya'ni Iskanderovni bilamiz, o'zining kreativ paslari bilan ajralib turadi. O'yinni o'qiy oladi va raqibga, o'sha raqib maydonini yaxshi his qiladi. Shu bilan o'yinimizda qandaydir o'zgarish, paslarda o'zgarish kuzatildi va bu natija berdi. Ya'ni Sergeyev Akmal Mazgavoyning o'sha tepgan to'pi himoyachiga tegib Sergeyevga borib tushdi va Sergeyev buni darvozabon bilan yakkama-yakka vaziyatga chiqdi va ajoyib gol urdi. O'sha vaziyatdan oldin o'sha Niderlandiya terma jamoasi himoyachisiga qizil kartochka ko'rsatilgandi. Ya'ni uni qo'liga bexosdan to'p tegib ketdi. Hakam esa VAR orqali ushbu vaziyatni ko'rib qizil kartochka berdi. O'yinning oxirgi daqiqalari esa o'sha hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalar 5 minutni tashkil etardi, lekin 6 minutga yaqin o'yin bo'ldi. Undan keyin o'sha 7-daqiqalarda Niderlandiya terma jamoasi hisobni oshirish imkoniyatiga ko'p vaziyatlarga ega bo'ldi va bulardan birida o'sha futbolchimiz Abduqodir Husanov niderlandiyalik bir futbolchiga qo'pollik ishlatib qo'ydi. Bu juda ham qo'pol o'yin emasdi, lekin bu vaziyatda penalti bersa ham bo'lardi, bermasa ham bo'lardi. Ya'ni 50-50 vaziyat edi. Ammo hakam bu vaziyatda penalti berishni ma'qul topdi va ushbu uchrashuvda
Niderlandiya 2 bor penalti tepdi va ikkalasini ham golga aylantirdi. 2-1 hisobida terma jamoamiz mag'lubiyatga uchradi. Lekin asosan aytishim mumkinki, ushbu uchrashuv durangga yarasha o'yin edi va O'zbekiston terma jamoasi durang qayd etayotgan vaziyatda haqli bo'lardi. Ya'ni Niderlandiya bilan o'ynagan o'yini durangga yarasha edi. Keyingi uchrashuvlar endi ushbu uchrashuvdan keyin biz o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazmaymiz boshqa. Shu bilan endi Kolumbiyaga qarshi jahon chempionatining rasmiy uchrashuvini o'tkazamiz. O'zbekiston terma jamoasining ikkinchi o'yini haqida ham to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston terma jamoasi ushbu uchrashuvdan keyin murabbiylar va federatsiyalar kelishuvga binoan 35 daqiqadan tashkil etilgan 2 bo'limlik o'yin, o'rtoqlik o'yini o'tkazishdi. Yana ushbu uchrashuvning farqi birinchi uchrashuv bilan bunda faqat yopiq tarzda kechdi o'yin. Undan tashqari zaxira futbolchilari tushdi, faqatgina zaxira futbolchilari o'ynatildi. O'zbekiston terma jamoasidan o'ynagan futbolchilarimiz Ergashev, Ne'matov, Eshmurodov, Abdullayev, Karimov, Esanov, Jiyanov, Ulmasaliyev, Rahmonaliyev, Jaloliddinov, Omanov, Temirov, Sergeyev, Iskanderov, Hamdamov kabi futbolchilarimiz maydonga tushgan. Ushbu uchrashuvda Azizbek Omonov hamda Avazbek Ulmasaliyev gollarga mualliflik qildi va O'zbekiston terma jamoasi zaxira futbolchilari bilan Niderlandiyaning zaxira futbolchilarini 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchratdi va bu yaxshi natija. Albatta zaxiramizda Niderlandiyaning zaxirasidan ko'ra yaxshiroq futbolchilar o'tirganidan dalolat beradi va umid qilamizki, bu jahon chempionatida albatta as qotadi. Aytishim mumkinki, Niderlandiyaga qarshi bahs juda yomon kechmadi, lekin yaxshi ham deb bo'lmaydi. Yaxshilaydigan vaziyatlar juda ham ko'p. Albatta umid qilamizki, jahon chempionatigacha bu yaxshilanadigan bizning xatolarimiz tuzatiladi degan umiddamiz. Qadrli futbol ishqibozlari, sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Agarda video sizga yoqsa, like bosib qo'yishni unutmang va keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni ham unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Terma jamoa fotografi Talol Saloh 10 soatdan ziyod tekshiruvdan o'tkazilgan va yakunda AQSh hududiga kiritilmagan. Amerika migratsiya xizmati mazkur holat yuzasidan izoh bermagan. Senegal termasi ham qo'shimcha tekshiruvdan o'tdi. Afrikalik jurnalist Mikki Junior tarqatgan videoda Senegal milliy terma jamoasi futbolchilari bagajlari yonida kutib turgani, xavfsizlik xodimlari esa qo'shimcha tekshiruv o'tkazayotgani tasvirlangan. Kadrlarda futbolchilardan biri terminalga kirishidan oldin mobil metal qidiruv qurilmasi bilan tekshirilgani ham ko'rinadi. Hozircha rasmiy bayonot yo'q. Hozirga qadar FIFA, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, Senegal futbol federatsiyasi yoki AQSh rasmiy idoralari ushbu holatlar bo'yicha rasmiy bayonot bermagan. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda ayrim mamlakatlardan kelgan ishtirokchilarga nisbatan munosabat haqida qizg'in bahslar boshlanib ketgan. Hakam ham AQShga kiritilmadi. Avvalroq somalilik hakam Omar Artan ham Miami aeroportida AQShga kirish huquqini ololmagani ma'lum bo'lgan edi. AQSh bojxona va chegara xizmati uning kirishi tekshiruv jarayoniga bog'liq muammolar tufayli rad etilganini ma'lum qilindi, ammo qo'shimcha tafsilotlarni oshkor etmadi. Jahon chempionati haqida. Jahon chempionati 2026 AQSh, Meksika va Kanadaning mezbonligida o'tkaziladi. Turnir tarixda ilk bor 48 ta milliy terma jamoa ishtirokida tashkil etilmoqda. Musobaqa 11-iyun kuni Meksika va Janubiy Afrika Respublikasi terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bilan start oladi. Mukofot jamg'armasi esa $655 million etib belgilangan. AQShning o'zbek futbolchilariga qilgan munosabati noroziliklarga sabab bo'ldi. FIFA tasnifidagi eng nufuzli musobaqa 2026-yilgi jahon chempionati boshlanishiga bir necha kun qolganida bir qator mamlakatlar milliy terma jamoalari AQSh hukumati tomonidan qo'llanilayotgan kuchaytirilgan xavfsizlik tekshiruvlari, uzoq davom etgan so'roqlar va chegara nazoratidagi muammolarga duch kelmoqda. Eng katta muhokamaga sabab bo'lgan holatlardan biri O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan bog'liq bo'ldi.
ESPN telekanali jurnalisti Luis Carlos Largo tarqatgan videoda O'zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkda Niderlandiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi oldidan xizmat itlari va metall qidiruv qurilmalari yordamida tekshirilayotgani aks etgan. Videolar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, ko'plab muxlislar va foydalanuvchilar bunday xavfsizlik choralarini ortiqcha deb baholashdi. Qo'shimcha muhokamalarga Motivaciones futbol sahifasining xabari ham sabab bo'ldi. Unda O'zbekiston terma jamoasi oddiy o'rtoqlik uchrashuvi uchun juda qattiq xavfsizlik protokoliga duch kelgani ta'kidlangan. Shuningdek, xavfsizlik xizmati xodimlaridan biri terma jamoa vakiliga sumkalardan uzoqroq turishni buyurgani aytilgan. Iroq termasi vakili 7 soat so'roq qilindi. O'zbekiston futbolchilari duch kelgan holat yagona noqulay vaziyat emas. Iroq milliy terma jamoasi hujumchisi Ayman Husayn Chikago xalqaro aeroportiga kelganida qariyb 7 soat davomida so'roq qilingan. Reuters agentligi ma'lumotiga ko'ra, tekshiruv vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar uning mobil telefonini ham ko'zdan kechirgan. Keyinchalik futbolchiga mamlakatga kirishga ruxsat berilgan. Shu bilan birga Puerta. O'zbekistonga qarshi maydonga tushishni xohlayman. Kolumbiya terma jamoasi yarim himoyachisi Gustavo Puerta Iordaniyaga qarshi o'tkazilgan o'rtoqlik o'yini hamda jahon chempionatining ilk uchrashuvi haqida fikr bildirdi. Jamoaning o'yinidan juda xursandman. Shaxsan o'zim ham yaxshi harakat qildim, lekin barcha sheriklarim qilgan mehnat va g'alabani birinchi o'ringa qo'yaman. To'g'risini aytsam, unda, chapda yoki o'tgan o'yindagidek tayanch yarim himoyachisi pozitsiyasida o'ynashga to'g'ri kelsa ham, o'zimni juda qulay his qilaman. Lekin oldinroqda hujumga o'tish uchun ko'proq erkinlikka egaman va o'ylaymanki, buni juda yaxshi uddaladim. Tashqaridan qanday ko'ringanini bilmayman, lekin biz to'pni nazorat qildik. Ko'p narsalarni yaxshilashimiz kerakligi aniq, ammo menimcha biz yaxshi o'yin namoyish etdik. Shiddat men doim o'zim bilan olib yuradigan xislat. Doimo oldinga intilish shiddatini murabbiy mendan har doim talab qiladi. Shuningdek, to'p bizda bo'lmagan paytda doimiy pressing qilishni so'raydi. Bu yerda men shu ishni bajarishim kerak, chunki murabbiy shuni talab qilmoqda. Men o'z ishimni yaxshi bajaryapman. Asosiy tarkibda kim o'ynash haqidagi qarorni murabbiy qabul qiladi. Lekin men jahon chempionatining birinchi o'yinida maydonga tushishni xohlayman, dedi Gustavo Puerta.